O'zbekiston xalq artisti xonanda Yulduz Usmonova haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Yulduz Usmonova yaxshi onami, buvim yoki san'atkor degan savolga xonanda shunday javob qaytardi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova intervyulardan birida o'ziga berilgan qiziqarli savollarga samimiy javob berdi. Xonandadan Yulduz Usmonova yaxshi onami, yaxshi buvimi yoki yaxshi san'atkormi deb so'ralganda, u o'ziga xos hazil va samimiyat bilan fikr bildirdi. Menimcha yaxshi buviman, yomon san'atkor ham emasman, axir hanuz ijod qilyapman deydi xonanda. Ammo meni eng ko'p xavotirga soladigan narsa san'at maktabi yo'q. Maktab bo'lmasa haqiqiy san'atkor ham yetishmaydi. Mana shu holat meni o'ylantiradi, dedi Yulduz Usmonova. Suhbat davomida xonandaga yana: agar bir kun O'zbekiston madaniyat vaziri bo'lib qolsangiz, ishni nimadan boshlardingiz degan savol ham berildi. Bunga javoban san'atkor vazirlik lavozimiga qiziqmasligini bildirib, bunday mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni istamasligini aytib o'tdi. Yulduz Usmonova har kuni vazir bo'lmasligini ta'kidlab o'tadi. Hech qachon, chunki san'atkor qolmaydi. Buni tubdan yangilash kerak, deya suhbatini yakunladi xonanda Yulduz Usmonova. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.